kasb etadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan axborot eshituvida ham ayni masala yuzasidan ma'lumot berildi. Yig'ilishda e'tirof etilgandek, fan texnika, yangi texnologiyalar, ilg'or innovatsion g'oyalarni ijtimoiy iqtisodiy hayotga keng jalb etish, mamlakatni rivojlantirishni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Buning uchun ilmiy muassasalar faoliyat samarasini bundan-da oshirish, izlanuvchi olimlar, ixtirochilarni qo'llab-quvvatlash uchun zarur shart-sharoitlarni yanada kengaytirish lozim. Prezidentimizning fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish va boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mamlakat ilmiy-texnik salohiyatini mustahkamlash, innovatsiya sohasidagi ishlarni faollashtirish, yangi ishlanmalarni ishlab chiqarishga keng jalb etishga qaratilgan sa'y-harakatlar samarasini oshirishda qo'shimcha imkoniyatlar ochib berdi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 2011-yilning o'zida umumiy narxi 73.7 milliard so'mni tashkil etadigan 1200 ga ziyod ishlanmalar va ixtirolar moliyalashtirilgani ham fikrimizga dalil bo'la oladi. Sohadagi qonunchilik bazasi takomillashib borayotgani bu borada katta ahamiyat kasb etyapti. Majlisda erishilgan yutuqlar tahlil etilgan holda mavjud muammolarni aniqlash, ular yechimini ta'minlashda kuchlarni birlashtirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Bizning partiyamiz fraksiya a'zolari shu narsani ta'kidlab o'tdilarki, innovatsiyalar, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish bugungi kunda iqtisodiyotni real kuchlardan biri bo'lgan tadbirkorlar uchun avvalambor bu sohadagi qonunchilik bazasini takomillashtirish, shuningdek bugungi kunda amalda bo'lgan qonunchiligimizdagi normalarni yanada takomillashtirish to'g'risida to'xtalib o'tildi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining dasturida ijtimoiy aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlari yaratish, aholi bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Albatta bu masalalarni yangi fan texnologiyalarni hayotga, iqtisodiyotga joriy qilmasdan turib, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqarishga joriy qilmasdan turib amalga oshirish mushkul. Shuning uchun ham mana bugun o'tkazilgan tadbirda ko'tarilgan masalalar aynan bizning partiyamiz va fraksiyamizning oldiga qo'ygan maqsadlariga mos tushganligi bilan e'tiborga molik deb o'ylaymiz. O'zbekiston Milliy demokratik partiyasi o'z dasturida intellektual himoya qilish va rivojlantirishni yo'naltirilgan huquqiy va ijtimoiy iqtisodiy shart-sharoitlarni kengaytirishga ko'maklashish orqali o'z elektoratda manfaatlarni ro'yxatga chiqarishni belgilagan. Buni fanni rivojlantirish uchun bugungi kunda ishlab chiqish va qabul qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasi saylovoldi dasturida mana shu innovatsiyalarni, mana shu ijtimoiy hayotga kengroq jalb etish masalalariga alohida o'rin qaratilgan. Fanga, ta'limga, qishloq xo'jaligi, umuman ijtimoiy hayotning barcha sohalariga agar innovatsiyani kengroq jalb qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz yanada jadal sur'atlar bilan rivojlangan mamlakatlar qatoriga chiqishiga biz amanmiz. Prezidentimizning qarorlari asosida 2012-2020 yillarga mo'ljallangan davlat ilmiy texnikaviy dasturlarining muhim 8 ta yo'nalishi ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur yo'nalishlar ichida ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari, shu bilan birgalikda muqobil energiyadan, resurs tejamkorlik, energetika masalalari ham o'rin olgan bo'lib, Eko-harakat deputatlar guruhi mana shu innovatsion loyihalarni, innovatsiyalarni hayotga kengroq va tezroq joriy qilish uchun davlat shu bilan birgalikda idoralar, tashkilotlar byudjetidan tashqari xususiy sektor byudjetini ham jalb qilib, milliy innovatsion markaz tashkil qilish taklifiga qo'shilamiz. So'zga chiqqanlar fan va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish sohasida xalqaro hamkorlik kengayib borayotgani ham ijobiy samara berayotganligiga to'xtalib o'tdilar. Kun tartibiga kiritilgan masala yuzasidan qator takliflar bildirilib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.